Hamma Toji va Gojo jangini kuchlar to'qnashuvi deb o'ylaydi. Lekin bu jang aslida kuch haqida emasdi. Bu bir xil dunyoda tug'ilib butunlay boshqa hayot yashagan ikki odam haqida. Gojo tug'ilganidanoq tanlangan edi. Jamiyat qadrlaydigan hamma narsa unda bor edi. Kuch, iqtidor, nasl. Shuning uchun uni ko'tarishdi, hurmat qilishdi, himoya qilishdi. Tojida esa buning teskarisi. Unda ularning dunyosi qadrlaydigan hech narsa yo'q edi. Na la'nat energiyasi, na mavqe, na o'rin. Shuning uchun Zeynning oilasi uni yo'q odamdek ko'rdi. Va eng og'ir joyi ham shu. Ba'zan odamni zaifligi emas, keraksizlik his qilishi sindiradi. Gojo dunyo asrab qolgan kuch edi. Toji esa dunyo rad qilgan kuch. Gojo odamlar orasida yashadi. Toji esa tirik sharpaga aylandi. Ba'zi odamlar anime personajlarini shunchaki multfilm qahramoni deb o'ylaydi. Lekin ayrim personajlar oddiy kiyimdagi print emas. Ular mindset. Shuning uchun hozir anime futbolkalar trend bo'layotgani bekorga emas. Odamlar shunchaki stilni emas, o'ziga yaqin bo'lgan personajlarni kiyishni boshladi. Agar sizga ham shunaqa futbolkalar kerak bo'lsa, Musa brendiga murojaat qiling. Va agar inson uzoq vaqt sen bu yerga tegishli emassan degan gaplarni eshitsa, bir kun kelib bunga o'zi ham ishonib qoladi. Toji yomonlikni sevgani uchun qotil bo'lmadi. U shunchaki qurolga aylandi. Chunki hayot unga boshqa yo'l qoldirmagan edi. Shuning uchun bu jang yaxshi va yomon odam haqida emas. Bu qabul qilinish va chetga surilish haqida.